yuz böjanning yasliga berishi. Burun Qarqash daryosi bo'yidagi bir tarbi Taxlamakan cho'liga, yana bir tarbi Bo'g'di ko'liga tutishadigan yop-yeshil cho'plikda Aqyuz ismli bir böjan yashaydi ekan. Bir kun atiganda Aqyuz kundalik odati bo'yicha do'stlarini izlab cho'plikka chiqibdi. Do'stlarini hech yerdan topolmabdi. U nurg'un joylarni kezibdi. Her kuni birga suvga cho'milib, birga qumga ko'milib o'ynaydigan sirdosh do'stlarning mahaldan tuyuqsiz yo'qolib ketishi Aqyuzni qattiq sarosimiga solibdi. Ana balasiga, mo'zay kalasiga agashgandek, hammada birga yurib, hammani birga ko'rib, ko'nib qolgan Aqyuz taychoqni izlab taqqa 4 qatim chiqibdi. Bo'tloqni izlab boqqa 5 qatim kiribdi. Yana topolmabdi. Atdidan kashkichi do'stlarini izlab, harg'an Aqyuz o'z-o'ziga. Tag'ni bo'ylab zerikdim, bog'ni bo'ylab zerikdim. Ko'rinmaydi do'stlarim, yolg'iz o'ynab zerikdim. deb qo'shaq etibdi. Ichi pushib, qayri jigdining ko'tigiga minib o'ltiribdi. Do'stlar bilan kepinakdek qo'g'lashib, arg'amchidek to'lg'ishib o'ynaydigan chog'larni aslab, do'stlarni qattiq seg'anibdi. Aqyuzning suvi tushgan qog'ozdek bo'shab, to'pi bosgan qog'ozdek beshini sankiltib o'ltirgan ko'ygan Shamol mo'may uni o'qibdi. Nima bo'ldi, bo'jan qiz? Yo'qlab keldik seni biz. Ko'rinasan parishon. Darding bo'lsa, aytqin tez. Aqyuz beshin kitirib qarsa, ko'z oldida Shamol mo'may navrilari bilan o'ziga qarab turgandek. Atigandan beri daldan to'kishga do'st topolmay, ichi achchiq to'lib ketgan Aqyuz Shamol mo'mayga do'stlarni istab topolmaganligini, o'zining yolg'iz yurib, itdek zerikib ketganligini aytib, bo'g'ilib yig'labdi. Shamol mo'may illiq mehr bilan Aqyuzning mag'ziga so'yib, uningga tasalli beribdi. Qizim Aqyuzxon, bo'lma parishon. Berib cho'ngladin, so'rab baqchapsan. Aqyuz Shamol mo'mayning so'zlarini anglab, xushalligidan burgidak sakrab, to'ygidak to'xtabdi. Atigandan kashkichi do'stlarni nishonsiz izlab, ovora bo'lguncha cho'nglardan so'rab beqish aqliga kelmagan Aqyuz Shamol mo'mayga Taxlamakandagi qumdek ko'p rahmat o'qibdi. Shamol mo'mayning cho'ng navrisi uchqurga minib mahalliga qarab yuguribdi. Degandek mahalli eg'izda Aqyuzga qo'y hadi uchrabdi. Aqyuz xushalligidan qo'y hadining oldini to'sib so'rabdi. To'xtab turing qo'yadi, xo'p ko'rishdik bu yerda. Yolg'iz yurib zerikdim, qo'zi do'stim o'nada. Yo'qab ketdi do'stlarim, 4 kun bo'ldi mahaldan. Kunda izlab saqladim, hech xabar yo'q hammadan. Qo'yada Aqyuzning do'stlarini istab, ko'p ovar bo'lganligini anglab, Aqyuzga tushuntirishga boshlabdi. Toshdi o'g'lim qo'zining yeshi bu yil 6ga. Tarbiyalashga bergandim, hatto bo'ldi yasliga. Ko'rdim bugun yaslida toychoq bilan mo'zayni. Balkim hamma do'stlarim makon qilibdi shu joyni. Aqyuz qo'yning so'zidan hayronlik his qilibdi. Tug'ilib mush chaqich anglab baxmagan yasli to'g'risidagi parang uni texmi qiziqtiribdi. Qo'y hadidan ziyoda qo'lchilab so'rabdi. Eda menga qo'yadi, hayron bo'ldim bir ishqa. Qo'zichoqni yasliga opirib qo'yding nima ishqa? Yasli degan nima u? Kampitmi yo navatmi? Nimalar bor u yerda? Mahalladak avatmi? Aqyuzning qiziqishidan mamnun bo'lgan qo'yada qo'lidagi ishni yig'ishtirg'ash. Yasli degan bir bog'cha, ichi shatliq gul to'lgan. Cho'ng o'g'limmi shu joyda bak adablik cho'ng bo'lgan. O'g'itudu u joyda bolalarga ilm-fan, tarbiyasi bak yaxshi, yoqtirman shungaman. Nima yesang shu tayyor, lag'man polo cho'chira.
Öz anangdek mehribon, balalarga ustozlar. İşençim bar yesliga, men qo'zidan xotirjam. Yashab o'zi mustaqil, kunish kerak har odam. Debdi. Aqyüz qo'yadining so'zlarini anglab, do'stlarini topolmaganlikning sababini bilibdi. Do'stlarining xabarini ololganligidan xushal bo'lib, hayajonda tovlabdi. Ha, tushundim. Mandaq ishkan aslida do'stlarimning hammasi bar ishkan qo'yaslida. Berib deychu anamga, men yesliga boray deb, barg'in desa jon anam, menmu aram olay deb. Yaslidagi do'stlarga bo'lsam menga ham nafas. Do'stsiz o'tgan 4 kunim xayri amdi bo'ldi bas. Aqyüz xo'shalligida Yesli oldiga qandoq kelganligini sezmabdi. Do'stlarini ko'rib, o'zini darvozadan etibdi.